Assalomu alaykum hammaga. Bugun ikkinchi mavzumiz parallel to'g'ri chiziqlarni uchinchi to'g'ri chiziq kesishdan hosil bo'lgan burchaklar. Demak, birinchi parallel to'g'ri chiziq o'tkazib olamiz. Ikkita A va B parallel to'g'ri chiziqlar. Uni uchinchi C to'g'ri chiziq kesib o'tganda hosil bo'lgan burchaklar. Bu yerda e'tibor bering, 1 dan 8 gacha nomerlab chiqildi. 1 va 5, 2 va 6, 3 va 7, 4 va 8 lar mos burchaklar deyiladi. Mana bu yerda. Xo'p, 4 va 6, 3 va 5 ichki almashinuvchi burchaklar. Bu yerda toq nomer bilan yozilgan burchaklar 1, 3, 5, 7 lar o'zaro teng va juft nomer bilan yozilgan 2, 4, 6, 8 lar o'zaro teng. Bunga misol, mana masalan, mana bu yerda mana A va B parallel to'g'ri chiziqlarni kesib o'tganda 60, 120 burchaklar hosil bo'ldi. Xo'p, endi sizlarga savol shundan iboratki, mana bu yerda ikkita parallel to'g'ri chiziq o'tkazilgan. Mana bu yerda burchak 70 bo'lsa, x necha gradus? Kommentariyada javoblarni yozib qoldiring.